Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Hujjatli variant, komfortli, eng zamonaviy oxirgi standartlarga javob beradigan traktor so'raganlar uchun Farmlet 504 traktorimizni obzor qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiskani ayamang. Ushbu videoni traktor olaman degan tanishlaringizga tezda jo'natib qo'yasizlar, chunki traktorimiz juda ham bir komfort traktor. Traktorimizning tashqi ko'rinishi italiyalik dizaynerlar tomonidan ishlab chiqarilgan. Traktorning to'la vazni 2670 kg. Old g'ildiraklar orasi 1258 mm, orqa g'ildiraklar orasi 1300 mm. Yoqilg'i bakki to'la holatda 80 litr dizel yoqilg'ini qabul qila oladi. Yoritish chiroqlari esa old orqa LED faralari va tumanga qarshi faralar bilan jihozlangan. Traktorning gidravlik yuk ko'tarish qobiliyati 1529 kg ni tashkil etadi. Vom oboroti esa 540 dan maksimal 1000 aylanma tezlikda harakatlantira oladi. Traktorning old qism toshning og'irligi 100 kg va bundan tashqari har bitta orqa g'ildiraklari 45 kg lik toshlar bilan jihozlangan. Shinalarning diametri orqasi 28, oldi esa 20. Transmissiya 4WD, ya'ni polni privodda harakatlanadi. Dvigatel 4 silindrli atmosferali. Dvigatel quvvati 50 ot kuchi. Silindrlar soni 4 ta. Uzatmalar qutisi yarim avtomat. Uzatmalar soni 8+8. Понижение, повышение harakatlana oladi. Havo filtri esa tom qismda o'rnatilgan bo'lib, moyli filtrlar orqali havoni tozalaydi va dvigatelga yuboradi. Traktorimizdan test drive ko'ramiz. Korobkamiz avtomat, yarim avtomat, rullar gidravlika. Traktor yurishiga baho berasizlar. Juda ham yumshoq yuradi traktor. Sistemalar ishlayapti, tormoz sistemalar ba'zi o'ta yumshoq traktor qo'zg'alishlari. Komfort traktor so'raganlar uchun puliga arziydigan traktor. Traktorimizda eng oxirgi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan konditsioner bor, muzlatadi. Magnitolalari, bu akustikalari ham alohida e'tibor berilgan. Adashmasam 2, 4, 6, 8 ta kolonkasi bor traktorimizda. Bluetooth audio sistemalari eng zamonaviy, pamять sidenalari bor. Orqa naveslarga alohida e'tibor berilgan traktorga. Chunki bular orqa gidrobaklari alohida hammasi. Silindrlarniki alohida, pritsepga ketadigan liniyalar hammasi alohida chiqarilgan. Общий bitta emas, boshqa haligi traktorlarga o'xshagan. Hammasi bitta emas, alohida gidrobaklari. Korobkaniki alohida, gidrobak enshilarniki, mana bu silindrlarniki hammasi alohida. Bundan tashqari eng asosiy, eng qiziq joyi mana bu yerda воздушный ход bor. Bu zamonaviy traktorlarda bo'ladi. U hammasi ham yo'q. Bularda воздушный, tormozli sistemalar воздушный bo'lgan bilan keyin orqa pritsepnoy tormozli nimalarga ham воздушный hodi bor. 12 voltli farko pitaniyalar mavjud, дополнительный pitaniyalar. Asfinalar uchun pritsep hammasi alohida bor mavjud. Traktorimizning narxi, hozirgi kundagi narxi 235 million so'm. Eng qiziqni aytaman sizlar do'stlar. Shu traktor ko'rib turgan traktorlaringizni bitta pasport evaziga 30% boshlanish to'lovi bilan 5 yilgacha muddatli to'lov imtiyoz lizing asosida chiqarib beramiz.
traktor bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu videoni traktor olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga tezda jo'natasizlar. Like, podpiska, komment yozishni unutmanglar.